Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun Qur'on bizga Allohning cheksiz rahmati haqida gapiradi. Alloh taolo Zumar surasi 53-oyatda shunday marhamat qilgan. Sen mening tarafimdan, ey jonlarga isrof, jabr qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan noumid bo'lmang. Bu oyat bizga nima demoqda? Bilamizki, ko'pincha inson o'zini gunohkor, xato qilgandek his qiladi. O'zi bilan janjallashadi, o'zini ayblaydi. Lekin Alloh aytadi: "Mening rahmatim gunohlardan ham kattadir." Siz qanchalik xato qilsangiz ham, Allohning rahmati undan ham kattadir. Bu oyat bizga shuni o'rgatadi. Umidsizlik inson qalbi uchun eng og'ir dard. Albatta tavba qilish kerak. Lekin tavba qilayotgan qalbda umidsizlik yo'q. Zero tavba qilayotgan qalb umidsizlikdan yiroq bo'ladi. Alloh sizni kechiradi, Alloh sizni sevadi. Sababi u rahmdil zotdir. Bugun yuragingizda og'irlik bo'lsa, shu oyatni eslang. Allohning rahmati sizdan hech qachon uzilmaydi. Alloh qalbimizni o'z rahmati bilan to'ldirsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.